Chaqaloq nega yig'laydi? Bugungi videomizda bu haqda bilib olasiz. Hoziroq podpiska tugmasini bosib qo'ying. Chaqaloq yig'isi muammo emas, balki norozilik belgisidir. Yig'lash chaqaloqning onasi bilan muloqot qilish yo'li hisoblanadi. Yig'lash sabablarini ko'rib chiqamiz. Tabiiy instinkt hisobiga, ya'ni qo'rquvdan yig'laydi. Yolg'iz qolganida, baland tovushlar ta'sirida yig'lab yuboradi. Odatda qo'lga olinganda tinchlanadi. Ikkinchisi, tabiiy ehtiyojlari qondirilmasligidan yig'laydi. Qorni ochgandir, uyqusi kelgandir yoki shunchaki emib yotgisi kelayotgandir. Balki isib ketgandir yoki yo'rgak qilinishni xohlayotgandir yoki aksincha yo'rgak yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Ichi kelishi, peshob qilishi oldidan ham yig'layotgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, og'riq yoki diskomfort hisobiga yig'laydi. Ular vaqtincha yoki kasallik hisobiga bo'lishi mumkin. Vaqtincha og'riqlar hisobiga yuzaga kelayotgan yig'i sabab bartaraf etilgandan so'ng o'tib ketadi. Kasallik hisobiga yuzaga kelayotgan yig'ida tor mutaxassislar maslahati kerak bo'ladi. To'rtinchisi, kolika. Bu haqdagi ma'lumotlarni keyingi videoda bilib olasiz. Sizning chaqalog'ingiz nima uchun yig'lagan bo'lishi mumkin? Bu haqda kommentariyada yozib qoldiring.